Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana chorvaga qiziqadigan akalarimiz uchun mana bu yerda Rossiyaning Saratov shahridan kelgan chorva mollarimiz bor ekan, har xil zotda. Hozir tadbirkor Shohjahon ukamiz qisqacha tushuntirishga harakat qiladi. Shohjahon, Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bu bizning Rossiyaning Saratov shahridan keltirilgan mollarimiz, ho'kizlarimiz. Bu limuzin parodasi. mana bunisi. Bu Simmental, Aha. Greyford. Bu Greyford, ha? Ha, Greyford. Mana bu-chi. Bu ham Greyford. ha. Mana bu oqlari qanaqa ekan? Bu Shved, Bu shved, ha? germanskiy parodan. Aha. Bu Chorniy Pyostr. Bu haligi hindistonliklarning moliga o'xshar ekan, ha? Ha, chatishib ketgan. Chatishib ketgan. Bu ham Greyford. Ha, bu Greyford. Ha. Aha, mana bu-chi. Shved. Bu yoshi qanaqa bular yoshi? Ular endi hali tish ham yormagan, bitta ikkitasi bor, tish yorgan. Hammasining yoshi bir xil lekin, 1,5 yashar, shunaqa atrofda. Bu o'zimizning joydor mollar ekan. Ho'kizlar. Bu ham o'zimizniki. Bu ham o'zimizning joydor. Mana bu oq qanaqa bu? Ha, bu aka Sharoli. Germanskiy paroda bu ham. Bular hali yoshi qanday Ha, bular? bular aka yosh, hali bular 1 yashar bo'lmagan. 1 yoshga to'lmagan, ha? 1 yoshga to'lmagan bular, hali buzoq aka bular. Bu Mickey Mouse'lar. Qarang, bu qanday hali akangiz aytgandek kreditga beriladi degan gaplarni eshitib qoldim-da. Aka bular naqd pulga ham, kredit asosida ham. Ham naqd pulga, ham Kredit asosida sotiladi. Imtiyozli kredit immuniy chorva uchun o'shanga beriladi aka. Aka bu Sharoli ho'kizimiz. Bu hali tish yormagan. Bu ham shu Saratovdan keltirilgan shu ho'kizlarning partiyasi bilan birga. Mana shunaqa zotlardan bor. Boqilsa xuddi shunday bo'ladi. Aka bu Simmental. Bu ham hali tish yormagan. Bu ham shu partiyaning ichida kelgan. Bular mana shu yuvosh mollar. O'zimizning mollarga qaraganda ancha farq qiladi, aqlli. Bilchar aka bu o'sha Rossiyadan keltirilgan g'ulomchilik sigirlarining partiyasidan. Ular mana o'sha tug'ishga tayyor. Ajratib qo'yganmiz. Tuqqanlari ham bor, qolgan sheriklarni ham tashqarida hozir ko'ramiz bitta. Bilchar aka mana o'sha kelgan partiyadan mollarimiz tug'ishni boshlayapti. Shved, tuqqan, oqbosh, Mickey Mouse, mana bolachalari. Hurmatli kuzatuvchilar, mana mehmonimiz sherigi kelib tug'ilibdi. Bu xonajincha ekan. Ajoyib, toza paroda. Sizga aytilgan bo'g'oz g'ulomchilarimiz aka. Ular endi birinchi qoringa hozir homilador. Bu yerda har xil zotlar bor. Angus, Goldstein, Shved, Eston. Mana shu har xil zotlarimizdan bor. 7 oylik, 5 oylik har xil. Shular bilan bir xil aka, bitta partiyada kelgan. Bu mana ular qanaqa sariq oqboshlar? Bular oqboshlar. Ular narxlari qanday bular narxlari? Aka narxini o'sha kelgan klient shu boshida kelishamiz. Aka bular 20 kun yo'l yurib kelishdi. 20 kun, ha, yo'lda endi yo'lda har xil vaziyat aka, chegaralar, boshqa. Shuning uchun yo'l azobi, go'r azobi deydi-yu. Lekin yomon emas, mollar yaxshi, suyagi yirik. zo'r Ajoyib mollar. mollar. Mana bizda qo'ylarimiz ham bor. Naqd pulga, kredit asosida. Qirg'izistondan keltirilgan 60 bosh qo'ylarimiz bor edi. Ular tugadi. O'zimizning Hisorskiy qo'ylarimiz. Xudo xolasa ertaga yana 100 bosh keladi. Hisor qo'ylari ham bor. Qirg'izistondan qirg'iz qo'ylari ham keladi, keyin Arashan qo'ylarimiz ham keladi. Ular qo'zi qo'chqonlar, ha? Qo'zi qo'chqonlar aka. Ular ham kreditga, ham naqd pulga Ham sotiladi. kreditga, ham naqd pul asosida aka. U keladi deganingiz qachon? Ertaga keladimi, indin keladimi? Xudo xolasa ertaga bir partiyasi keladi, yana hafta yana keladi. Xudo xolasa uzilmaydi aka qo'ylarimiz ham. Bu mollarimizni manziliga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani, Sariosiyo sentridan o'tib kelishimizda, Betkalejdan o'tganimizda yana ham ana manziliga keladigan bo'lsak, mana bu sentralniy asfalt ko'cha, Tojikistonga o'tib ketadigan asfalt ko'chani bo'yida, ular Ahmedov bog'ini ro'parasida ekan. Mana bu asfalt ko'chadan 50 metr ichkariga kirganimizda chap tomonda shu mollarimiz joylashgan molxonamiz bor ekan. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagiga telefon raqamlarini qoldirib o'tib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.